Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekiston hududlarida qaysi viloyatlarda yana kuchli yomg'ir yog'ishi ma'lum qilindi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zgidromet ma'lumot berdi. Unga ko'ra 9-aprel kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Buxoro va Navoiy viloyatida harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Kechga borib ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Ayrim joylarda Qashqadaryoning viloyatlarida ba'zi joylarida yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo harorati kechasi 8-13 daraja. Kechga borib va ertalab ba'zi joylarga yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ib, momaqaldiroqlar chaladi. Sel suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelishi mumkin. Havo harorati kechasi 2-7 daraja, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.